hech qanday ish qilmasdan har oy 2-3 million daromad qilishni xohlaysizmi? Bugun sizga haqiqiy foyda beradigan tizimni aytaman. Ushbu ko'rib turgan panelingizdan 10 kW o'rnatganlar o'zini ishlatgan rasxoddan tashqari o'rtacha 800 ming so'mdan 2 milliongacha topishmoqda. Ko'rib turgan machiningiz qancha katta bo'lishiga qaramasdan 20 kWlik o'rnatgani uchun 5 oyda o'rtacha har oy 2 milliondan daromad qilgan. Gap isbot bilan deganda mana machitni buxgalteri O'tkir akamning o'zidan so'rashingiz mumkin. 5 oyda qancha daromad bo'ldi, nima holat bo'ldi, yaxshi effekt berdimi? Biz 21-aprelda bu quyosh panelni o'rnatdik. 21-aprelgacha biz oyiga 2 million so'mlik elektrga pul to'lardik. Fevral oyida turgan bo'lsak, oyiga 2 million so'mdan daromad qildik. 5 oy ichida 5 oy ichida 2 million so'mdan daromad qildik. 2 million to'lashdan o'rniga 2 million bizga plyus bo'lyapti. Biz o'zimiz ishlagandan tashqari, bizning konditsionerimiz bor, ventilyatorlarimiz bor. Apparatlardan tashqari 2 million so'm shotimizga tushyapti hozir. Jami shunda 4 million foydada chiqyapti. 4 million foyda chiqyapti oyiga. 5 oyda shunda 10 million daromad bo'ldi. Yuvib turish kerak ekan. Yuvib tursa 2 kW, 3 kW o'z-o'zidan qo'shilar ekan. Chang bo'ladi bizda, mana qishloq sharoitida chang bo'ladi. Shuni yuvib tursa ham effekt yaxshi bo'lar ekan. O'rnatish a'lo. Bu yerda halollik birinchi o'rinda turadi. Panellarimiz 25 yil, 30 yilgacha kafolat beradi. Invertorga esa 5 yilgacha garantiya beradi. Ushbu ko'rib turgan kabelingiz lider kabeli bo'lib 1,5 ming voltgacha tokni ko'taradi. Yozni jazirama issig'ida ham erib ketmaydi, yomg'irda ham bemalol ishlaydi. Setvi tizimi daromad qiluvchilar uchun eng zo'r tanlov. Quyidagi raqamlarga aloqaga chiqib, hoziroq daromadni boshlang.